Assalomu alaykum hammaga. Bir qiziq voqea bo'ldi. Hozir aytaman. Suv filtri bilan shug'ullanib kelamiz. Obunachilarimiz tanigan, bilgan hamma biladi. Mana bu filtrimiz Ko'kdalaga ketyapti. Qashqadaryo viloyati Ko'kdala tumaniga bir qiziq voqea bo'ldi. Klient telefon qildi. Hamma narsasini olib keling. Toza suv, nasos, miya, hamma narsasini olib keling. Men pulini beraman deb pulini tashlab berdi. Eng qizig'i klient bizani umuman yuzma-yuz gaplashmaganmiz, ko'rmaganmiz. Faqat internetdan bizlar bilan gaplashgan, telefonda gaplashganmiz, internetda ko'rgan ishlarimizni telefonda gaplashganmiz bo'ldi. Shunday pulini 100% tashlab beryaptilar. Nasos, hamma narsani olib keling deyaptilar. Men xursand bo'ldim bu narsadan. Men shaxsan xursand bo'ldim bu narsadan. Shunchalik odamlar bizga ishonyapti-da. Hali filtr bormasdan turib, hali motor bormasdan turib, pulni tashlab beryaptilar. Bundan o'zim xursand bo'ldim. Mana shunaqa xalqni ishonchiga kirayotganimizdan sekin-sekin mana shunaqa sifatli filtrlar qo'yib berib, roziligini olayotganimizdan xursand bo'ldim. Bu soatiga 500 litrlik filtrimiz bo'ladi. Full variantdagi mineralizatsiya, hamma narsasi o'zining ichiga qo'shilgan ultrafiolet lazerlari bilan qo'yib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Samoyka uchun, suv biznesi uchun hamma turdagi suv filtrlarimiz mavjud. Telefon raqamimiz 99lik 339 64 35